Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Orqamdan kelaver qurbaqajon, biz kelib qoldik. Ishonching komilmi? Men hech narsani ko'rmayapman. Bu yer sirli joy. Biz xohlamaymiz-ku bizni Chef Power topib olishini. Sen tayyormisan? U shu yerda. Yo'q, biz rostdan ham sutga sho'ng'imizmi? Mayli. Ha, bu sayyora juda ham chiroyli, lekin shunga qaramasdan juda ham xavfli. Hey bolajonlar, biz keldik. Tabriklaymiz. Oy, kimda chekishdan bor? Xo'sh, nima bo'ldi? Qolganlar qayerda? Ko'rib turganingdek ishimiz uncha yaxshi emas. Biz mag'lub bo'ldik. Bizdan tirik qolganlar faqat 2 ta qoldi. Bizning sayyoramiz enasinikiga kirib o'ldi. Podshohimizda nima ahvol? O'ylaymanki podshohimiz sog' omon. Voy do'stlar, bunga qarang. Mana bu bola biz uchun qurol yarog' yasayapti. Uning aytishi bo'yicha bu bilan biz Chef Powerni o'ldirsak bo'ladi. Bu qurol bilan manaman degan Lyuboy Chef Powerni uxlatsa bo'ladi. Men bu qurolni buvimning pechenyalari deb atadim. Ey, ko'rinishi yomon emas, juda ham chiroyli ekan. Ko'rinishi juda ham chiroyli ekan. Menga ham bir dona bera olasanmi? Ey, menga ham buvimning pechenyalaridan bir dona. Ha, ko'rinishi yomon emas. Buvimning pechenyalari menga yoqyapti. Xo'sh do'stlar, bizni ortiqcha vaqtimiz yo'q. Qani vaqt yo'qotmasdan hujumni boshlaymiz. Hoy, patron olmasdan qanday qilib hujum boshlamoqchisizlar? Ha, albatta patron olish kerak. Uzr berilib ketimiz. Qani hamma tayyormi? Ha, albatta Men tayyorman. Qani do'stlar, hamma shitni qo'lga olib Men bu olg'a. kunni ancha kutgandim. Qani bo'lmasam boshladik. Men Nasibaynor, qani yoqyaptimi? Buning ismi mening buvimning pechenyalari deyiladi. Iflos, mana bunga nima deysan? Padaringga la'nat. Sen boshingga qalpoq emas, plastik kiygansan la'nati. Do'stlar, mana endi chekinamiz darhol. Qani zudlik bilan qasrga borishimiz kerak. Podshohimizda hammasi chiki-chikimi? Biz hammasini podshohimiz uchun qilyapmiz. Salom, meni asalga botirilgan pechenyalarim. Chef Powerlar meni qasrdan izlashyapti. Men parvardigor pechenyani yoqishim kerak. Nimani yoqishingiz kerak? Tushuntirishga ortiqcha vaqt yo'q. Bizning sayyoramiz omon qolishi kerak. Yo, podshohim, unday qilmang, keragi yo'q. Ey, bu yoq jelezi chelabek bo'ldi-ku. Yo'q qudratingdan qayerga yo'qoldi? Mana ular, qani hujumga! Sizlar esa obuna bo'ling! Hech narsaga tushunmadim. Nima yana hammasi o'z holiga qaytdimi? Pechenyalar podshohi. Rahmat senga qurbaqajon. Qilgan xizmatlaringga rozi bo'lasan. Bu yog'ingda tushunasan o'zbekchilik. Ya, tushunaman. Dublyaj qilganimga, xizmat qilganimga roziman. Meni sayyoramga dublyaj yaxshi ketib o'tirganda sen kelmasingdan oldin. Hoy, o'zingni bos. Axir dublyaj qilib men senlarni ko'tarib berdim. Nimalar bo'lyapti? Olovli asteroid hadema yerga uriladi. Bu yog'iga men nima deyishni ham bilmay qoldim. Sen shunchaki o'lasan. Jinurson, yo'q. Axir hamma eshiklar berkilgan. Nega bunday bo'ldi? Endi men nima qilaman? Jinurson, bu yerda boshqa sivilizatsiya ham qolmadi. Menimcha men o'laman. Menimcha men aniq bugun o'laman. Jinurson, bu yana nimasi bo'ldi? O'zga sayyoraliklarmi? U bu yerga qanday tushib qoldi? Wow! Menimcha mana bu tugmalarni bossa uchsa kerak. Jinurson uchmayapti-ku. 5 soniyadan so'ng portlaydi. 4, 3, 2, 1. Men bu sayyoradan chiqib keta oldim. Qoyil. Haligacha ishongim kelmaydi. Bu o'zga sayyoraliklarning kemasi meni qutqarishga keldimi o'zi? Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham menga obuna bo'lib qo'ying. Qani endi tezlikni soatiga 200 kilometrgacha oshiramiz. Husanjon, Doniyor aloqada. Sen meni eshityapsanmi? Ha, Doniyor, men seni eshityapman. Nimalarni ko'ryapsan? Qoyil. Va nihoyat men bu katta xonani topdim. Men hali to'liq o'rganib chiqqanim yo'q, lekin bu katta xona qandaydir asteroidga tegishli deb o'ylayman. Doniyor, men seni yaxshi eshita olmayapman. Qandaydir asteroid haqida gapiryapsanmi? U yerda hech narsa qolmagan bo'lishi kerak. O'zim ham hali to'liq tushunib yetganim yo'q. Bu yerda qandaydir bloklar turibdi. Bu yerda pechenyalar bloki va qandaydir taxtadan yasalgan chambarak turibdi. Menimcha tadqiqot o'tkazish bo'yicha bu yerda kerakli narsalar bor. Men senga hozir hammasini ko'rsataman. Doniyor, bizning kemamizga nimadir bo'lyapti, lekin hali tushunib yetmayapman. Husan, baqirmasdan gapir, men hammasini eshityapman. Men hazillashmayapman. Bizning kemamizga qandaydir qishloqlar hujum qilyapti.
Nimalar deb valdirayapsan? Yana qanday qishloq aholisi? Ularning hammasi qirilib ketgan. Ular mendan soliq to'lashimni so'rayapti va qandaydir qurbaqajonni so'rayapti. Voy God! Men uni tanimayman.